Tushda baliq ovi ko'rishning ta'birlari. Tushda baliq ovlash rizq va mulkchilik belgisidir. Baliq ovlayotganingizni ko'rsangiz, yaqin kunlarda sizga foydali imkoniyatlar taqdim etiladi. Halol mehnat bilan topilgan daromad ramzi sifatida ham talqin qilinadi. Ko'p baliq tutish, bu tush katta daromad, omadsizlikdan keyingi omad yoki yangi uzoq kutgan narsangizga erishishingizni bildiradi. Baliq tuta olmayotgan bo'lsangiz, oldingizda qo'ygan maqsadga hali erisha olmasligingiz yoki noto'g'ri yo'l bilan yurayotganingizni bildiradi. Ba'zan bu tush sabr qilish kerakligini anglatadi. Tiniq suvda baliq ovlash, halol va sof niyatli ishlar bilan band bo'lish, ishlaringizda aniqlik va omad bo'lishi mumkin. Loyqa yoki qorong'u suvda baliq ovlash, noaniqlik, chalkashlik yoki ehtiyot bo'lish kerakligini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.